Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Lager qurbanlarının ailə yaqinləri müstəqil təkşürgüçülər bilan birlə Şərq Türkistanğa berişini tələb qildi. Xitoy atalmış Şinjandakı iş quruluş bexatarlik temasida aqtaşlıq kitab e'lon qildi. Amerika Tayvanga 7 cho'ng turli qurol setishni planladi. Shvetsiya Xristianlar birlashmasi Qur'oni Karimni ko'ydirish ig'vogarchiligini qattiq aybladi. Dağlıq video çolpanlarımı Xitayning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilikqa qarata qattiq noroziligini ifodalamaqda. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xitayning yig'ilish lagerlərində g'oyib bo'lgan qurbonlarning Turkiyadagi oila yaqinlari videolik bayonot e'lon qilib, Yevropa İttifaqının Şərq Türkistonga avatmoqchi bo'lgan mustaqil tekshiruvchilar o'miki bilan birga berish har vaqt tayyor ekanligini aytdi. 14-sentabr o'tkazilgan Xitoy Yevropa İttifaqı boshliqlari suhbatida Yevropa İttifaqı Beijingning kishilik huquqni hurmat qilishini, kishilik huquqning Yevropa İttifaqı Xitoy munosabatlaridagi tub talablarning biri ekanligini ta'kidlagan. Yig'inda Yevropa rahbarlari Xitoy bosh sekretari Shi Jinpingdan xalqaro mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonda tekshirish berishiga yo'l qo'yishini 100 turan talab qilgan. 15-sentabr o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Fransiya xabar agentligi muxbirining savoliga javob berib, Yevropa Ittifoqining Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish talabiga qo'shilganligini bildirgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yig'ilish lagerlari tuzilmasini keng ko'lamda umumlashtirish harakatini boshlagandan buyon vatan ichida qolgan tuqqanlari bilan aloqasi butunlay uzilgan muhojiratlik Uyg'urlar yillardan buyon yig'ilish lagerlari va turmalarga solangan oila a'zolari uchun dunyoga ovozini anglashga tirishib kelmoqda. Turkiyadagi yig'ilish lagerlari qurbonlarining oila a'zolari 16-sentabr yig'ilib videolik bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda o'zlarining Yevropa Ittifoqining Xitoy hukumatiga avatmoqchi bo'lgan mustaqil tekshiruvchilar o'miki bilan birga berishga tayyor ekanligini bildirdi va kuchli talab qildi. Xitoy Davlat Kengashi uchrashuvxonasi payshanba kuni atalmış Şinjandagi ish qurilish bexatarlik temasidagi aqtaşlıq kitabni e'lon qildi. Ba'zi jamoat fikri bu Amerika hukumatining yaqinda Sharq Turkistondan ba'zi mahsulotlarni cheklashning inkosi deb qaragan. Aqtaşlıq kitobda 2014-yildan 2019-yilgacha Şinjandagi ish qurilishganlarning umumiy soni 11 million 350 mingdan 13 million 300 mingga yetib 20% ga yaqin oshgan. Yerlik shahar aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi 23 200 dan 34 700 ga ko'paydi. Şinjan azaldan işçilarning ish qurilish orzusiga hurmat qilib, ish qurilishtirish siyosatini tuzish, ish qurilish oldidagi tarbiyalashni muhim asos qilib, ularning barobar xizmat huquqiga unumli kafolat qilgan deb ko'rsatilgan. Aqtaşlıq kitobda yana Şinjan ishchilarining barobar xizmatga erishish, ish haqqi, dam olish, xizmat bexatarligi, diniy e'tiqod erkinligi va o'zlarining tilida so'zlash va yoziqlarini ishlatish huquqiga unumli kafolatlik qildi. Xalqaro emgak va kishilik huquq o'lchimini aktiv yo'l qo'yib, yashash va taraqqiyot huquqini texim yuqori qatlam va texim keng doirada amalga oshirish uchun puxta asos soldi degan. Mana bu tajovuzchi Xitoyning o'zini oqlashda tap tortmasdan qilgan yolg'onchiligi. Yaqinda nurg'ulg'an xalqaro axborot va tadqiqot o'rinlari ko'plagan Sharq Turkiston Uyg'urlarining majburiy emgak bilan shug'ullanganligini, ularning Xitoy qurgan tutib turish lagerlaridan bevosita avatilganligini oshkorlagan. Amerika Tamojna va chegara mudofaasi dushanba kuni vaqtliq tutib qolish buyruqini naql keltirib, Xitoyning 4 shirkati va bir tarbiyalash markazidan paxta, kiyim-kechak, elektronlik zapchas va boshqa mahsulotlarning import qilinishini cheklab, mazkur mahsulotlarning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligini o'ttirib qo'ygan. Vaziyatdan xabardor 4 kishining bildirishicha, Trump hukumatining Xitoyga bo'lgan besimining davomli kuchayishiga ergishib, Amerika doiralari Tayvanga suv minasi, charlig'uchi boshqarilgan bomba va ushquchsiz aeroplan qatorliq 7 xil turdagi cho'ng qurol sistemasini setib bermoqchi bo'lgan. Amerikaning bir qatimli 7 xil qurolni Tayvanga setishi uzun yillik ahdnomani buzadigan oz uchraydigan qilmish. Ilgari Amerikaning Tayvanga qurol-yarog' setishi hamisha tarqoq bo'lib, as-soidili planlanib, Xitoy hukumati bilan bo'lgan jiddiylikni eng tuvanchaga tushiradi. 2020-yilda Trump hukumatining Xitoyga tutgan pozitsiyasi keskinlashib, bu qatim qurol-yarog' setish necha 10 yildan buyangi Xitoy-Amerika munosabatidagi eng tuvan nuqtaga yetgan. Shuning bilan bir vaqtda Tsai Ing-wen bu yil yanvar oyida muvaffaqiyatli holda prezidentlikka qayta saylanib, Tayvanning mudofaa qismlarini kuchaytirishni muhim vazifa qilgandan keyin Tayvanning qurol-yarog' setib olishni texnik kuchaytirgan va tezlashtirgan. Shvetsiya Xristianlar birlashmasi Daniyalik radikal o'ngchi Stram Kurs partiyasi a'zolarining Shvetsiyada Qur'oni Karimni ko'ydirish ig'vogarchiligini aybladi. Daniyaning qattiq yo'nalish partiyasi a'zolarining Shvetsiyaning poytaxti Stokholm va Malmoda ruxsatsiz ipagan faoliyatida Qur'oni Karimni ko'ydirganligiga qarata noroziliklar davomlashmoqda.
Shvetsiya Protestant çirkavining bosh popi Antiji Jekilini qatorliq Daniyaning oldingi qatordagi 10 atoqli xristian diniy rahbari Qur'on ko'ydirish ig'vogarchiligiga qarshi bayonot e'lon qilib, Daniyalik irqchi guruhining Qur'onga vahshiylarcha hujum qilganligini bildirib, muqaddas kitobni ko'ydirishning vahshiylarcha qilmish ekanligini, kishilarning e'tiqodiga qasddan hurmatsizlik qilishni qattiq ayblaydiganligini, sezgurlik bilan kishilarning haq-huquqini cho'radigan holda o'rtaq bir gavdalish xizmatiga ahamiyat berish zarur bo'layotgan bir paytda bu xil hujumlarning qutublashishini kuchaytirmoqchi bo'lganligini, davlatida yashaydigan musulmonlarga bo'lgan kuchli esdoshligini ifodalab, ig'vogarchiga tegishli jazo qo'llanganligini bildirgan. Daniyadan Shvetsiyaning Malmo shahriga borgan partiya rahbari Rasmus Paludan va qo'llag'uvchilari o'tgan oyda soqchilarning ruxsat qilmasligiga pisand qilmasdan Qur'onni ko'ydirgan. Oldingi hafta Paludanning qo'llag'uvchilari turklar va musulmonlar zich o'ltiraqlashgan Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmning Renkibi rayonida maxfiy holda Qur'oni Karimni ko'ydirib, sin ko'rinishlarini ijtimoiy taratqularda ham bahrilagan. 2 yil bo'yicha Shvetsiyaga kirish cheklangan Paludan 2 hafta ilgari Shvetsiyadagi Qur'oni Karimni ko'ydirish faoliyatini davomlashtirish uchun Shvetsiya grajdanligiga iltimos sungan ekan. 3 milliondan ortiq agachkuchisi bo'lgan Google programmasining dangliq riyosatchisi Polshalik Agon Xare o'zining Xitoy virusining dunyoga yamirishi, Xitoyning Hong Kong demokratchilarining qonunsiz bostirishi, Xitoyning dunyoni mustamlika qilish qarniyat qatorliq videolarda Xitoy kommunist hokimiyatining razil abtibashirisini amaliy misol va jonliq ko'rinishlar bilan nihoyat ta'sirli echib berib, 1 milliondan oshgan agachkuchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Bu qitim yana Xitoydagi jazo lagerlaridagi Uyg'ur musulmonlari va ularni qanday qutqizishimiz kerak degan mavzuliq videosi ijtimoiy taratqularda keng tarqalib, dunyo xalqining Uyg'urlar uchrayotgan echinishli tragediyasini tushunish va Xitoyning qabih bostirish siyosatini bildirishda cho'ng rol o'ynadi. Sizlar ko'rayotgan bu ko'rinishning haqiqat bo'lishini aslo xohlamaydim. Bugungi davrda Xitoy kommunist hokimiyati 3 milliondan ortiq odamni jazo lageriga solashdak bu qabih qilmishni yushirib, aslida hammani inkor qildi. Keyin maxfiy hujjatlar sun'iy emroh bilan tortilgan jazo lagerlarining o'rni va bu sin ko'rinishlar oshkorlangandan keyin tarbiyalash markazi deyishga majbur bo'ldi. Jazo lageridan chiqqan shohidlar Xitoyning atalmish tarbiyalash markazlarida qattiq qiynash, urush qatorliq echinishli tragediyalarning yuz berdiganligi to'g'risida guvohlik berdi. Bu video ko'rinishlardagi ayollarning ohuzari, narsid bolalarning yig'izari, qerlarning faryotlari, qo'l ishchilarning turkumlab qo'llariga ko'yzik shallar bilan jinoyatchilardek yo'tkilishi, hargizmi Xitoy aytgandek tarbiyalash markazidagi insonlar emas, balki natsiyat ketlarining yahudiylarni qirgandek irqiy qirg'inchiligidan boshqa narsa emas deb, jonliq, ta'sirli nutq bilan dunyo xalqini Uyg'urlar bilan birga bo'lishga, Xitoyning Uyg'urlarni qirib tugatishdek bu vahshiy qilmishiga qarshi turishga chaqirdi. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.